Assalomu alaykum. Amonov TV kanalini kuzatuvchilari, shaxsan meni podpischiklarim. Mana bugun erta tongdan ishga kelib, kabinetga kirib, insonlarning o'rtasidagi bir mehr-oqibat, shu bilan bir qatorda bugun hayot davomida bo'layotgan ishlarni ko'rib, ushbu bir she'r yodimga tushib qoldi. Ma'qul bo'lsa, albatta like bosib, podpisatsiya qilib, qo'llab-quvvatlab qo'yasizlar degan umiddaman. Hammalaringizga yaxshi kayfiyat tilayman. Bizdan biror kimsa so'rasa agar, musulmonman deb javob beramiz. Aslida-chi azizlar, dunyoga kelib islomdan bexabar o'tib ketamiz. 18 ming olamni yaratgan Alloh turg'izib qo'yibdi yerni mualloh, bo'ysundirib unga quyosh, oy, yer va havoni, chiroyli qilib yaratdi unda odam atoni. So'ng buyurdi farishtalarga, sajda qilinglar deya odam atoga. Farishtalar sajda qildilar, ammo Azozil farishtasi ketdi riyoga. Meni yaratding dedi quyosh oyning nuridan, odamni esa loy balchiq tubidan, olim bo'lib dars berdim farishtalarga. Endi esa sajda qilaymi odam atoga. Azozildan ranjigan Parvardigori olam berdi unga qo'pol qilib shayton degan nom. Bosildi Azozilga la'natli tamg'a, bir umr jannatdan bo'ldi badarg'a. Daraqa shunday ekan aziz do'stlar, hech bir insonni yelkasiga shayton minmasin. Ana shu kelajakda oxiratda berilayotgan jannat har bir insonga nasib etsin. Bugun mana shu she'rlardan, mana shu so'zlardan keraklicha o'ziga oziqa olgan inson, o'ylaymanki oxiratni, ana shu oxiratda jannatni egallab qo'yibdi desam mubolag'a bo'lmaydi. Men yana barcha podpischiklarimga faqat yaxshi kayfiyat tilayman, sog'lik, salomatlik tilayman. Bugun erta tongdan aytilayotgan tilaklar, eng yaxshi ezgu niyatlar har bir insonning xonadonida doimiy ravishda ro'yobga chiqib boraversin. Endi bundan keyin menimcha mana shu Amonov TV kanali orqali juda ham ko'plab bir kerakli maslahatlar deydimi, kerakli rivoyatlar deydimi, hadiya qilib boraman. Bemalol tomosha qilib, ko'rib boraverasizlar degan umiddamiz. Hammalaringizga yaxshi kayfiyat, sog' bo'linglar, omon bo'linglar.